وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, sizlar bilan arab alifbosi darsimizni davom etkazamiz. Biz o'tgan darsda sizlar bilan madlar haqida dars o'tgan edik. Ya'ni madlarda o'tganning maddi alif bilan bo'lgan mad, vav bilan bo'lgan mad va ya bilan bo'lgan madlar haqida o'tgandik. Bugun inshaalloh sizlar bilan tashdidli harflarni o'tamiz. Tashdid harf nima? Hurufu shadda nima? Hurufu shadda bir harfni ikki marotabadan o'qishlik. Bir harfni ikki marotabadan o'qishlik. Qanday bo'ladi? Men sizlarga yozib tushuntiraman. Tashdid alomati mana bu tashdid alomati. Bu tashdid yo ho fatha bilan bo'lishi mumkin, ho kasra bilan bo'lishi mumkin, ho domma bilan bo'lishi mumkin. Demak, bu mana shu alomat qaysidir harfni ustida bo'lsa, ana shu harf ikki marotabadan o'qilinadi. Masalan, ro harf, ba harfni sukun bilan belgilaymiz. Masalan, rob. Yana bitta ba harf bor, bu fathalik. Bu nima deb o'qiymiz mana shuni? Robba. Birinchisi sukun, ikkinchisi nima qilamiz? Fathali o'qiymiz. Robba. Endi biz nima qilamiz? Bu harfni, bani hazf qilib yuboramiz, ya'ni o'chirib yuboramiz tag'in. O'chirib yuborib, bitta ba yozib, uni ustiga bu alomatni qo'yamiz. Birdaniga o'qiymiz. Robba demasdan robba deb turib nima qilamiz? Birgalikda o'qiymiz. Masalan, shak ka. Biz bu birinchi kafni hazf qilib yuboramiz, o'chirib yuboramiz. Faqatgina bitta kaf qoladi. Buni ustiga esa mana bu shadda alomatini qo'yamiz. Shunda nima deb o'qiymiz? Shakka. Har qanday harf, masalan, rodda bo'lsin, aslida rodda, birinchisi sukun bilan aytamiz, o'qishni bilaylik. Birinchisi masalan, robba, keyin birdaniga robba, shakka birdaniga o'qiymiz. Men hozir sizlarga mana Muallim Soniy kitobidagi tashdid bobini birgalikda o'qiyman. Sizlar ham kitoblaringga qarab kuzatib turinglar. Demak, boshlaymiz. Demak, birinchisi mana robba. Tashdid bilan aytsak, birdaniga o'qiymiz. Robba. Robbi. Ana birinchisi sukun, keyingisi kasralik. Robbi. Keyingisi bu. Endi domma bilan. Birinchisini sukun bilan aytamiz. Bu, ikkinchisi esa dommalik. Ba harfi ustida dommasi bor. Endi birdaniga aytamiz. Ya'ni birinchi ba'ni hazf qilib yuboramizdan, hazf qilib yuborganimizdan keyin ba'ni o'zini birdaniga aytamiz. Robbu deb. Demak, innayam hammasi xuddi shunday ketaveradi. Demak, kitoblaringga qaranglar. Inna. Anna. Amma. Aslida nima bo'lgan? Birinchi ma harfi sukunlik, so'ngra esa fathalik, ikkinchi ma esa fathalik. Amma.
Biz uni birdaniga aytamiz. Birinchi ma'ni hazf qilib yuboramizdan, birdaniga ustiga shadda alomatini qo'yib turib, amma, amma, barro, barro, jarro, jarro, hajja, hajja, shakka, shakka, barru, barru, jarru, jarru, hajju, hajju, shakku, shakku, zammu, zammu, haqqu, haqqu. Men bilan birga o'zlaring ham o'qib boringlar. Sharru, sharru, birru, birru, sirru, sirru, sittu, sittu, izzu, izzu, tillu, tillu, hillu, hillu, hissu, hissu, burru, burru, durru, durru, xuffu. Endi uni xuffu deb cho'zib yuborsak, hali vovlik madga o'tib ketadi. Uni xuffu deb cho'zib yubormaysizlar. Bu faqatgina domma harakatni o'zi. Xuffu, 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 kullu, kullu, dubbu, dubbu, zuqqu, zuqqu, ummu, ummu, burra, burra, zumma, zumma, subba, subba, fukka, fukka, surra, surra, summa, summa, thumma, thumma, burri, burri, durri, durri, khuffi, khuffi, kulli, kulli, dubbi, dubbi, zuqqi, zuqqi, durri, durri. Mana bu ikkita harfda. Endi uchta harfda birgalikda o'qiymiz. Dabbara. Bu yerda tashdid harf qaysi harfning ustida turibdi? Ba harfining ustida turibdi. Dabbara. Demak, ba'da ikkita tovush bilan o'qiymiz. Ya'ni 2 marta o'qiymiz. Dabbara. Dab birinchi bab sukunlik, baro ikkinchi bab fathalik. Dabbara. Endi biz dabbara deb o'qib yotmaymiz. Birgalikda bitta tovush bilan o'qiymiz. Dabbara, kassara, fajjara, wahhada, sakhkhara, addaba, harrama, razzaqa, yassara, bashshara, fassala, fassala, faddala, faddala, attara, attara, azzama, azzama, na'ama, na'ama, kaffana, kaffana, laqqaba, laqqaba, zakkara, zakkara, shammara, shammara, allama, allama, kammala,
كمل صنف صنف صور صور غير غير. Demak biz hozir fathaligini o'qidik, endi esa kasraligini o'qiymiz ekan. Ya'ni tashdid harfimiz kasra bilan kelgan. Dubbira dubbira kuthira kuthira fujjira fujjira wuhida wuhida sukhira sukhira uddiba uddiba hurrima hurrima ruzziqa ruzziqa yussira yussira bushira bushira fussila fussila fuddila fuddila عطرا عطرا عظما عظما نعما نعما كفنا كفنا لقبا لقبا ذكرا ذكرا علما علما كملا كملا شمرا شمرا صنفا صنفا صورا صورا غيرا غيرا. Endi esa domma bilan o'qiymiz. Tadabbur 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 تكبر تحجر توحد تسخن تبدل تحرز تعزز تيسر تعشق تعصب تفضل توتر تنعم تنعم توغل تنفس ترقب تفكر تعلم تكمل تفنن تصور تغير متكبر متكبر متكثر متكثر متحجر متحجر متوحد متوحد متسخن متسخن متبدل متهذب متحرز متعزز متيسر متوطن متنعم متوغل متنفس متفكر متعلم متكمل متفنن متصور متغير اسود اسود dal harfimiz ustida tashdid bor. Iswadda isfarra ahmarra aghtarra ihtazza istaradda istahabba istahalla istadalla. Demak, sizlar bilan tashdidli harflarni o'tdik. Albatta tashdidli harflarni yaxshirab farzandlaringizga tushuntirasiz. Biz qo'ldan kelgancha tushuntirdik. Albatta buni tashdidli harflarini o'qib turib, farzandlaringizni o'qitib,
ovozini yozib bizga yo'llang. Inshaalloh o'z munosabatimizni bildiramiz. Demak, bizning darsimiz mana shundan iborat. Keyingi darslarni ko'rishguncha xayr. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.